Assalomu alaykum qadrlik anglovchilar. Anglayotganinglar mahallamni yoritgan ay bilan suhbat programmasining hayot hikmatlari sayfisi. Mikrofon altida Rida Abdumit. Bir pasha chivindan so'rabdi. Bu yaqin atrofda sening gul bormidi? debdi. Men ko'rmadim, hech ko'rib boqmadim. Heliqi chivin shundoq javob berdi. Biroq yunda azganlari ichida konserva qutisi, ganda va boshqa axlat noyitijaq, debdi chivin. Keyin chivin pashiga atrofdagi o'zi doim qadam tashrif qiladigan axlat dövsi va yunda azganlarini xuddi o'z uyini tasvirlagandek inchik sanab berdi. Pasha chivin ko'rsatgan nishon bo'yicha oldi qarab uchibdi. Yo'lda bir hasal harsiga uchrab so'rabdi. Siz bu atrofda axlat va yunda azgil ko'rdingizmi? Axlat dövsi, yunda azgili? Yo'q. Men azaldan ko'rib boqmabman ekan. Hasal harsi noyat hayron qoldi. Yunda azgili bo'lmagan bilan bu atrofda hamma yerda xushpurag'i, timoqqa urib turadigan gullarni uchratqil bo'ldi. Arqadanla hasalarsi yana pashiga qaysi chimliqda gul samsaq borligini, qaysi joyda hamal gulning tig'i yengil ichilganligini tafsiliy so'zlab berdi. Shundaq do'stim, demak tanlash nihoyat muhim. Siz atrofingizdagi kishilarni yaxshi tanlay olmasangiz, oxirida agishib mangan odamingiz bilan borar joyingiz chivin boshlaganga o'xshash yunda azgili bo'lib qolishi mumkin. Eng to'g'risi, adashqandan yo'l, boydan pul, ish ko'rmagandan maslahat, yaxshi ko'rmagandan muhabbat, hasadxo'rdan nasihat so'ramang. Programmamizni yoqtirgan bo'lsangiz, bizga agishing.